Akeni qara, yomonlari bilan yuradi. Keldi yana bittasi bilan. Nimasi yomon bu? Shaharda yarimi bilan yurgan-ku. Akani odamini topibdi. Bo'ldi qilishgin, nima qilasan bunga gapirib? Akasi bo'lsa nima bo'pti? Akasining o'zining hayoti bor. O'zi javob beraveradi. Mana bundan bitta tishla. Xolos, sen hammasini aytmayman. Takrasi qorin och. Yo'q, bitta tishla yetadi. Endi bunga ber, bu ham tishlasin. Nimaga beraman? Ha, ber, tishlasin. Yakan shashigim beraymi endi? Ber endi baqa. Masalan bitta tishla. Yama qiyma shashlaymi? Tishla, xo'p degan tishla. Qornim to'q deyapman-ku. Yo'q, tishla bitta. Qayt ketyapsan, ey? Hozir. Nima bu? Bu shashlik aka. Sizga ilindim. Yeb qo'ying. Birovlardan qolganini olib kelyapsanmi? Haddingni oshma. Xo'p aka, kechirasiz, haddimdan oshgan bo'lsam, lekin baribir ustasidan qolganini yeb yuribsiz-ku. Buni yegiz kelmasa, uyga borib ovqatlaning. Akajon, bu oilada notinchlik, ro'zg'orda kamchilik tugamayapti desam, bag'da kemirayotgan kalamush bor ekanda.